Voy aylana, assalomu alaykum. Biz mahallada nima qilib yuribsiz? Zibo opani uyini qidirib yuruvdim. O'nikda nima ishingiz bor? Sovchilikka kelyapmiz, qizlari bor ekan. Ay, qizga sovchilikka keldingizmi? Ha, nima gap, tinchlikmi? Biron gap bilsangiz ayting. Bo'lmaydi. Dilapris apriz u. Siz qoralik qilib yomonlamayapsizmi? Nima deganingiz bu? Menga deb borib olavering. Voy, kechiring, xafa bo'lmang-ku. Endi shunaqa insonlar bor-da, bir-birini ko'rinmay orqasidan gapiradigan. Men hamma baxtli bo'lish tarafdoriman, Salim. Salimi bor, lekin uni hamma Salima sassiq deydi. Sharafat bor. Hamma sharafat pat deydi. Ana pichina sehida ishlaydi-da, keyin ko'chada yursa hamma shu pichina sasib ketadi. Unda kimda kelin qilaman mana? Bitta bor. Ko'rsating, bor bo'lsa yuring birga boraylik. Uyi qayerda? Mana kelib o'tirsiz eshigim tagiga. Meni qizim. Saodat. Saodat? Voy, ismi chiroyli ekan. Bir ko'rsating, Fol chaqiraman, ketib qolmay turing. Chetda turibding, fol chaqiraman. Osmonda qushlar uchganda sog'inib kelgan. Saodat! Hey, Saodat! Saodat! O'zingga qara. Shunday aqlli, shunday qo'llari gulpazanda. Asalim! Omadingiz bor ekan, sovchilar ko'p. Lekin men sizga beraman. Boring, chaqiring. Saodat! Assalomu alaykum. Choy. Shumi qizingiz? Ha, uyatchan. Men endi uydagilar bilan bir maslahatlashib kelay endi. Unday demang. Xudo dedim-a? Ishni pishitib keting. Otasi nima ish qiladi? Otasi yo'q. Men bir to'liq oiladan kelin qilmoqchi edim. Ham ona, ham otasi bo'lsa dedim. Uzr. Aynan-ay. Ota kerak bo'lsa, men yana erga tegaman. Men bir uydagilar bilan maslahatlashay. Ona, to'y qachon? 45-yil. Onang o'lib onasiz qol. Karkidon ho'kiz. Boshingdagi lentaga barobarmidi? Hay, o'lgan bo'lsa ayt, menda emas-ku. Ota topaymi yoki kuyov topaymi? Nima qilay?